Davom etamiz. Yo'l transport hodisalari ko'p hollarda haydovchining mas'uliyatsizligi, piyodalarning e'tiborsizligi sabab sodir bo'ladi. Achinarlisi, ba'zida bu xatolar inson o'limiga ham olib kelyapti. Navoiy viloyatida ana shunday yo'l transport hodisalarining oldini olish, yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida dolzarb 10 kunlik profilaktik tadbiri doirasida yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan reyd va nazorat tadbirlari o'tkazilmoqda. Reyd tadbiri davomida Navoiy shahrida taqsimot asosida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan to'xtatilgan mana bu mikroavtobus haydovchisining ushbu transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi D toifadagi haydovchilik guvohnomasi mavjud emasligi aniqlandi. Shoferning mazasi yo'qligi kasallik qoldi. Majbur bo'ldim haydab kelishga. Bola-chaqa onalarni kuttiruvdi. Majbur bo'ldim haydab kelishga. To'g'ri gapirganim yo'q. Nega shoferning mazasi kasallik qoldi? Cobalt rusumli mana bu transport vositasi davlat raqam belgisiz harakatlanib yurganligi yetmaganday, haydovchining tegishli hujjatlari ham yo'q. Fuqaroga nisbatan tegishli tartibda chora ko'rilib, avtomashina vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Tungi vaqtda o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida ham bir qancha qo'pol turdagi qoidabuzarlik holatlari aniqlandi. Jumladan Amir Temur ko'chasida harakatlanayotgan Cobalt haydovchisi xodimlarning to'xtatish ishorasiga bo'ysunmadi. Fuqaro huquqbuzarligini tan olmaslikka men urinmasin holat yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-moddasi tartibida bayonnoma rasmiylashtirildi. Jarayonda moped va skuter boshqaruvchilari bilan ham profilaktik suhbatlar amalga oshirildi. Ushbu turdagi transport vositalarini boshqarish uchun joriy yilning 1-oktyabr sanasidan boshlab A toifadagi haydovchilik guvohnomasi talab etilishi, davlat ro'yxatidan o'tkazish va davlat raqam belgilari olish zarurligi haqida ogohlantirildi. Afsuski, shu kuni moped haydovchilari bilan bog'liq achinarli holatlar ham uchradi. Islom Karimov ko'chasida to'xtatilgan mana bu fuqaro ko'rinishidan mast holatda. Tibbiy ko'rikka taklif etilganda esa Skuterda siz spirtli ichimlik qilgan holda boshqaryapsiz. Shuning uchun biz sizni to'xtatdik. Shuni tan olasizmi? Shuni tan olasizmi? Buni oqibati nimaga kelib chiqishini bilasizmi? 1 ming 200 milligram. Bu maqoda Tahlillarga nazar tashlaydigan bo'lsak, tadbir boshidan shu kunga qadar 27 holatda transport vositasini mast holatda boshqarish, 72 holatda qizil chiroqda harakatlanish kabi qoidabuzarliklar aniqlangan. Dolzarb 10 kunlik bo'yicha reyd tadbirlari davom etmoqda.